Pajar kiygan ekan. Qanaqadir pajar. Borolmayapti naryoqda, chekkada. Menimcha ogohlantirib yuribdi. Yo bo'lmasam birorta odamda pajar bo'lgan. Sig'mayapti, endi kirib ketyapti. Quduq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi ogohlantiradi. Hurmatli fuqarolar, ko'p qavatli uylar va yashash xonadoningizda is gazdan zaharlanishdan, havo gaz aralashmasi chaqnashi va yong'inlardan ehtiyot bo'ling. Yosh bolalaringizni qarovsiz qoldirmang. Yong'in tasodif emas. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang. Yong'in sodir bo'lganda 112 qisqa raqamiga xabar bering. Quduq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi ogohlantiradi. Hurmatli fuqarolar, ko'p qavatli uylar va yashash xonadoningizda is gazdan zaharlanishdan, havo gaz aralashmasi chaqnashi va yong'inlardan ehtiyot bo'ling. Yosh bolalaringizni qarovsiz qoldirmang. Yong'in tasodif emas. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.